Assalomu alaykum. Bugun 5-oktyabr 2025-yil. Biz Malina poliyaga keldik. Malinamiz holati. Mana. 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 Zakaz qilaverasizlar. O'ta ser hosili mana. Bu yerdan pishib yotibdi, bu yerdan mevasi mana o'nchalab yotibdi. Ko'chatlarimiz issiqqa, kasalliklarga chidamli. Mana pushti holatda sveti. O'ta qorayib ketmaydi, chiroyli. Kasalliklardan xoli, shanarli poliyaga kelib mevalarni ko'rib olishinglar mumkin. Bu yil 2021-martda ekilgan malina ko'chatlari mana shu. Men sizlarga o'tgan yil ekilganida kalla beraman. Xudo xolasa 1-noyabrda ko'chatlarni sotishni boshlaymiz nariga ekilligini. Bularda dekabrgacha, xudo xolasa 1-qorgacha mevasini uzamiz.